Bu bir uydurma yoki kishilarni uxlatish uchun to'qilgan qadimki afsona emas. Bu kitap betlerinde sarg'ayib ketgan bizga munosabatsiz tarix yoki boshqalarning beshidan o'tgan yiroq bir kechmishmi emas. Bu dal sizlarning hayotlar. Bu dal bizning har bir daqiqasi qon va yosh, ovozsiz payg'am bilan yozilgan, ammo dunyo ko'z yumib olgan realligimiz. Ey musibatga tog'dek safar qilg'uvchilar, ey zulmat kechalarda kirpik qoqmay tan otqizgan, yuragini alqiniga elib yashagan bahodirlar. Dunyo sizlarni yo'q deb inkor qilganda, zulmat kechalar bag'rini ochganda sizlar zodi kim edinglar? Sizlar kimlikinglarni, ruhinglarni, insoniy qadr qimmatinglarni qanday saqlab qoldinglar? Ahadun Dal mana mushu buyuk şuar üçün, mushu bir ig'iz tevhid kelimesi üçün canini, melini ve közünün qarchiqidek aziz jigar para evlatlarını Allah yolida qurban qilishdan qo'rqmagan qahramonlar sizlar. Dinimni bukutaman, imonimni, millatimning ruhini saqlab qolaman deb do'zax o'tidek zulm ichidimi jannatni ko'zlab yashashdan voz kechmagan zamonimizning haqiqiy muvahhid onalari sizlar. Zulmning dahshatli shapaloqlari yuzinglarga tekkanda iymoninglarning yumron jilvasiga daz yetkazmasin deb nozik chehranglarni zolimning qamchisiga qalqon qilgan jasur ayollar sizlar. Bugün öz vataninglardan, kindiq qaninglar to'kilgan muqaddas tuproqdan ayrilishga majbur qolgan, g'ayrib ammo mag'rur, yiqilgan, ammo so'nmagan muhojir onalar sizlar. Sizlarning shu chaqda yurakdan chiqqan Robbim Allah degan yangroq sadoyinglar faqatli shivirg'anlik kunlarda lavlaringlardan chiqqan oddiy tovush emas edi. Yo'q. O hergizmi oddiy sado emas edi. O qalb to'lqinlarning arishiga yetgan quvvatli shavqin surani, zulmga qarshi isyoni, koinotga qilgan jakari edi. Ushbu sadoning zilzilasi bilan yovg'i neshtar bo'lib sanchilgan, o'zi ojiz ko'rinsimi iymoni tog'lardan eg'ir keladigan qadrdonlar sizlar. Sizlar islomga tayanch bo'lishni vazifa bilgan, uning yo'lida minnatsiz himmat qilgan ulug' jamoatsizlar. Buncha fidokorlikning iznalari biz avlodlarning ko'z tutiyasidir. Qahramonlik kitobining qimmatlik qurlaridir. Bularni qadrlash bizning muqaddas vazifamiz. Boshlanib bo'lgan bu muqaddas kurashni oxirgi manzilga elib berish bizning eng katta g'oyamizdir. Bu hikoyalarda aqlimizga o'rnab ketgan, ruhimizga o'yilgan shundoq cho'nqur, shundoq go'zal izlar bor. Esinglardimi? Bir chaqlarda ko'zimizni ona tuproqning munbat bag'rida, ashu islomning nuri bilan yuyilgan makonda ochatdik. Ho'yla aramlarimizning darvozasi har vaqt ochiq. Mehmonlarni, musofirlarni, qarindoshlarni iliq qarshi oladi. Saharda sayragan qushlarning mo'ngliq ovoziga oilamizda ota-bobolarimiz bilan jamoat bo'lib o'qigan bomdod namozimizning qiroat sadosi qo'shiladi-da barakatli bir kunimiz boshlanib ketadi. Masum ko'zlarining ichidagi ilmga bo'lgan tashnalikni eslanglar. Ashu chaqlarda javobsiz qilayotgan sanoqsiz savollar ilkida yo'llardan, bozorlardan qo'ynimizga tiqib olgan kitoblarimiz tushib
ketmesken, Qur'onimizni birarsi ko'rib qolmaskan degan tatlıq endishi bilan yurki döpül deb soqib turadigan, asta qadam besib madraslarga qarab ketayotgan bizlarning ko'ksimizda kuvajayotgan ilohiy söygü idi. Nima degan pokiz, nima degan sabiy, nima degan g'ubarsiz edi ha. O chaqda balki bizda dunyo yo'q edi, ammo butun dunyoga tetig'udek iymonimiz bor edi. Qo'lim qo'shnilar orasidagi samimiy dialoglar, qazinimiz bir, dardimiz bir deydigan mehrlik salomlar, urug' tuqqanlarning tugumas odamgarchiliklaridan po'raklab echiladigan muhabbatlar, millatimizning gul qo'llarida bezalgan yurtimizning har biri bulung pushqoqlari, qon tomurimizga singib ketgan tonurdan yangi chiqqan nonning va onamiz etgan halollik bilan pishgan mazzilik taomlarimizning xush hidlari, erkaklarimizning hayvatlik mingishlari, ularning yuzidagi iymonning nurlari, otalarimizning mustahkam qaddi qomati, tog'dek tayanchimiz bo'lishi, onalarimizning hikmati, sabri va qizlarimizning hayoliq, iffatlik farishtadek hayoti, heytlarimizdagi masjiddan yangragan o'pchi takbirlarning palakni tavritishi. Yezilsi tügümes dastan buladigan, her bir tiniqimizga singib ketgan aziz vatanimizning mehrlik bag'rida yashangan her bir daqiqa. Bu bizga oid, bu bizningki, bu tuproq bizning jinimiz, bu bizning va'dalashgan makonimiz deb faxrlanadigan o muqaddas makondagi sanoqsiz go'zal aslamalarimiz. Ya Allah, my heart it bends and bows in the silence where only you know. Subhanaka, the stars they sing your name. In the darkest night I see a glimmer of eternity. Sizlar dal mana mushu go'zal dastanning, shu yo'qotilgan jannatning bosh qahramonidirsizlar. O kunlarni unutdinglarmi? Ya, unutmadinglar. O aslimalar bugungi ko'z yoshlaringlarning manbasigu. Darvaqa biz islom libosimizni milliy vujudimizga kiygandan boshlab qanimizda eqiyotgan sab Uyg'ur ruhiga yarashgan aqida e'tiqodimiz uchun kurash qildik. Ammo zolim dushmanning vayrona abdi to'ymas nafsoniyati ichidagi shaytoniy g'arizi haddidan eshib ketdi. Ular bizni biz qilgan barcha qimmatlarimizni yo'qotish uchun, bizni o'z tuproqimizda yiltizimizdan ayirish uchun, bizni ruhsiz jasadga aylantirish uchun yovuzlarcha etilib keldi. Bu tahdidlarga qarta ojiz deb qaralgan quroli yo'q, ammo iymoni po'latdek mustahkam shu xalqning javobi keskin edi. Ajdodlarimizdan miros qolgan necha 100 yillik tarixga ega haq bilan qimmatini topgan urf-odatlarimizni siqib chiqarish uchun rezil kurash kun o'tgan sari avjiga chiqdi. Otalarimizning erlik simosiga izzat qo'shgan ko'rkam soqollari kesildi. Onalarimizning sha'nini iffat bilan zinnatlagan o'lchamlik liboslari yirtildi. O'g'il qizlarimizga o'gitilgan haq navolariga xiris qilgan dushman aslida bizdan emas, haq obidalarining qalbidagi qo'rqmas iymoniy kuchdan titrab o'tadi. Umumga oshkora qilolmasimi, yer ostida elib berilayotgan islohot ko'rishi, kechalari yushurun o'qilgan maxfiy darslar, ramazonlarimizni zinnatlayotgan shu yushurun taravihlarimizdagi yig'izorlarimiz, xuddi Makka davridagi Rasulullohning maxfiy da'vatining simasini, ashabi kahfining g'arini qaytadan sizib chiqqan edi. Bu voz kechmaslikning, bu yo'q deyishning bedeli naqadar ig'ir, naqadar qattiq bo'ldi ha. Ey mehribon onalar, tog'dak otalar oilasidan issiq o'rinlardan yulib elib ketildi. Ularning orqasidan qarab qolgan jup ko'zlarining chorisizligi, ayollarning bo'g'ziga tiqilgan ovozsiz faryodi zaminni qo'rqitib o'tdi-yu, butun koinot bu zulm oldida sukutda qoldi.
Biz oynab çoğ bolgan mehrimiz bilen süpürüp eslimelerimiz bilen bizigen aşu tarikuchilarimizda faqat ve faqat beşimizga Allah'ның emri bolgan yağlıqni artqanımız üçün Uyghur xanım qızları öz vatanida mağalmas bolup qaldı. İppetlik siması körülgen haman düşman böğrüdek etilip gelip analarimizni muqaddas çaşlardan yulğancha yavuzlarning uvisiga so'rib ketadi. Kichik qizlardan tag'i suti og'zidan ketmagan go'dak farzandlardan ayrilib parcha bo'lib ketayotgan oilalarning nolisi falakka yetdi. Qarang'u zindanning koni va yangi mahbuslari o'zining uyg'urligini, islomni saqlashning badalini issiq qonlari bilan tulavatdi. Zindanning to'rt atrofidan tarqalayotgan nolalarni angladinglarmi? Ochliqdan jon sirg'an, jiringlik jarohatlar dastidan qon sirg'an, hal sirg'an aziz xalqimiz yo'linib ketayotgan chashlarning haddi hisobi yo'q. Yig'ir bo'lib ketgan ustixonlar, qaddi egilgan ammo ruhi sunmagan qahramonlar, a'zolari parchalangan o'g'lonlar, ippiti dafsanda qilinayotgan ammo qalbi pokiz beg'ubar qizlar, aqliga sig'mas insonlik tarixi ko'rib boqmagan zulmlar. Darvaqa shu vaziyatdimi aqli jaholatning mikroblari bilan dog'lanib ketgan, ruhi qulluqqa ko'nib ketgan ba'zi kishilar bizga aql o'rgatmoqchi bo'lishdi. Ashu azobdan qutulish uchun musulmonlikdan voz kechinglar, kufrlikqa qaytinglar, düşmanga taslim bo'linglar deyishadi. Nemishqa o'zinglarni qiynaysizlar, nemishqa bizga ish topsizlar deb pichirlashadi. Yo'q, ming qatim yo'q. Bizning javobimiz tarixga yozildi. Ahadun ahad. Allah bir sadosi yuksaldi. Bu sada nurg'un yuraklarni tirik shahidlardan qilsa, yana sizlarga o'xshash nurg'un onalarni issiq oilalardan ayirib, mushaqqatlik oqibati noma'lum hijrat yo'liga manquzdi. Sizlarning bosgan har bir qadaminglarning ostida dunyolik xotirjamlikning butun tilsimlarining tishlari so'ndi. Yuraklar pari bo'ldi. Erlari ayollardan, ayollari erlardan, farzandlar ota-onalardan, urug' tuqqanlar bir-biridan qiyalmaguncha uzilmasdan qo'shilishayotgan u damlarning qirtaq damlari barcha chorisizlarning ko'zidan ochiq yosh bo'lib zaminga to'kilib o'tadi. Sevinişleri mihrim düşken aziz toprakka muhabbetlik vatan sevgisi egip geldi küzümde yaşka mini tutkan ana vatanga yetmeydi hiç kessem mu kayam Karzım badur bitmez yetkiçe küzüm yumup ölsem mu haman Nurg'un oilalarda yaşangan ata-onalarning aciz jasadi shu yo'llarda, qarliq davonlarda qoldi. Ve yana nurg'un yuraklar yaxshi ko'rganlari bilan oxirgi qatimni vidolasholmay, bir qatim quchoqlasholmay mangulikka ayrilib ketdi. Yiroqlashib ketayotgani faqat tanni emas edi. Mahrumlik faqat insonlar orasida emas edi. Balki vatandan, sanoqsiz aslimalarning qimmatlik fidokoridan, qimmatlik yodikoridan, azizona tuproqning qum donalaridan ayrilib ketayotdi. Mana bu o makonda ismi qo'yilgan tunji sajdasini u diyarda qilgan jamoatning qimmatini, millatning mehrini, qarindoshlikning lazzatini tunji bo'lib his qilgan jannat makonni bir tashlab ketishga majbur qolgan sanoqsiz muhojirlarning ochiq hikoyasi edi. Lekin to'xtanglar, ko'z yoshlaringlarni surtinglar. Ey aziz onalar,
beşinglarni ko'taringlar. Sizlarning bu qanliq hikoyanglar mushu yerda tugisa, bu muqaddas tarix zulmatda unutilsa hargiz bo'lmaydi. Sizlar chekkan sanoqsiz riyozatning cho'qim bir buyuk ajri bo'lishi, jannat uchun besilgan har bir qadaminglar jannat ahlining tizimligida oltin harflar bilan yozilishi kerak edi. Buni kim qiladi? Bu muqaddas merosni kim qo'g'daydi? Buni dal sizlarning jigar pora qizlaringlar. Sizlardan keyingi biz va'dasiga sodiq avlodlar qo'g'dab qolamiz. Biz sizlarning to'kkan tomchi yoshlaringlarning qissasini faqat ojizlarcha yig'lash bilan emas, balki kuchlanish bilan, dunyoni hayron qoldiradigan bilim bilan, po'latdek iymon bilan elishni haqqimiz deb bildik. Her bir tamçı yeşinlardan inşirah pürekledi. Biz onu tuproqda ko'rganlarimizni, Rasulullah'tan bilganlarimizni ve sizlerden öğrengen sunmas ruhni birleştirip ulug' bir yo'lga qadam qo'ydik. Hicretden keyingi tunji mektep bo'lgan Mescid-i Nabaviyni örnek aldık. Zaferlerinin katta kumandani Muhammedil Amin bo'lgan peygamberni ustaz tuttuk. Dasturimizni haq bilan, qaddimizni iymon bilan tikladik. Biz ejdatga loyiq sizlarga 100 kilalaydigan avlod bo'lish umidi bilan qiyin ammo sharaflik islohot yo'lini tanladik va makonimizning ismini Allohning har bir qiyinchilik bilan bir osonchilik bor deb va'da qilgan, yurki siqilgan mu'minlarning katta tasallisi bo'lgan suri bilan zinnatlab inshirah deb atadik. Dardlar xunuklaşib, da'volarimiz oddiylashayotgan ushbu damlarda biz Allohning arg'amchisiga mahkam esildikda zamindagi insonlar bilan ko'kdagi vahiy orasidagi munosabatni bugungi yosh ko'ngillarga yetkazguchi vosita bo'lishni ixtiyor qildik. O kundan beri 7 qizlarimning karvoniga biz ham qo'shildik. Nuzugumning ruhi qon tomirlarimizda o'rkashladi. Rizvon gulning sadosi rohitimizni ko'rashga aylantirdi. Nazira Muhammad Solihning ilmi bizlarga miros bo'ldi. Biz ajdodlarimiz asrlardan beri tortayotgan sanoqsiz qiyinchiliklardan keyingi ashu va'da qilingan osonchilikqa, ashu nurliq kelgusiga vasila bo'lsaqkan degan umidda yangi bir sahifa ochdik. Lekin ey mehribonlar, qimmatli onalar, bizga oson bo'ldi deb o'ylamsizlar. Bizning yo'limizmi oson bo'lmadi. Bu yo'l gul tizilgan yo'l emas, balki tikanlik va mushaqqatli yo'l bo'ldi. Shundaqdimi biz aslo voz kechmadik. Nimishqa bilamsizlar? Chunki biz sizlarning, ya'ni dunyoga tiz pukmagan mag'rur Uyg'urimning qizlari edik. Shunda qilib biz bu yo'lga atlangali 4 yil bo'ldi. Tilda aytishga oson bo'lgan bu 4 yil bizning noti jismimizga xuddi 40 yildek eg'ir keldi. Bu yo'lga tunji qadam bosganimizda bizlar ham onalarimizning e'tiborliq nozik qizlari edik. Turmushning qattiqini, dunyoning sovuqini bilmaydik. Kirim chiqim hisoblari, yo'qsizlikning dardi deganlar asiyodimizda yo'q edi. Qattiqchilikdan xoli, ota-onasining issiq bag'rida yashayotgan g'amsiz notalar edi. Ammo bu yo'lga atlangandan keyin bizning hayotdan haqiqiy savodimiz chiqdi. Turkiyaga o'xshash murakkab va sharoiti qiyin bir davlatda kichikgina yuraklarning oldi keynida Allohdan boshqa hech qanday tayanchisi yo'q sharoitda bundoq cho'ng orzularga, bundoq ig'ir yukka sohibxonlik qila olishi faqat va faqat ilohiy yordam edi. Biz yot ellarda, notunish simolarning ichida davorimiz sig'misimi, jamoatimiz siqqudek o'rinlarga shuncha talmirdik. Afsus, ko'pincha sharoit va muhit jihatdan g'ayratimizni zidi qiladigan imtihonlar bilan sinaldik. Tomosha qilg'uvchilarning so'rovlari oldida haq majlisiga hozir bo'lg'uchi yoshlarning tashnaligi sanoqsiz qatim muhtojlik va chorisizlikka qurbon bo'ldi. Jannat uchun planlanib, haqiqat uchun besiladigan nurg'un qadamlarimiz tomchi yoshlarimiz orqali uyqusiz tunlarimizga hamroh bo'ldi. Sanoqsiz qatim voz kechaylikmikin degan xayollar ichida o'ksib bozlab ketdik. Ammo tartgan riyozatimizning mohiyati Rasulullohninkiga o'xshagan bo'lg'ach yana qanoat qildik. Rasulullohmi o'z ona tuprog'ida haq sadosini yangratgudek bir makon tepishda shuncha qiynalgan emasmidi? O'z vatanida oidsizlikning qirtiqi duosida ko'z yoshi bo'lib oqqan emasmidi? Shundoq, mana bu riyozatlarning hammasini biz o'rnak olgan da'vo egasi yashagan edi. Bizmi shu zotning sunmas irodasini o'zimizga hamroh qilib yo'limizdan yaltaymadik va mana bugun
inşirahimiz sanoqsiz Uyg'ur qizlar bilan to'lib tashdi. Bugun hamma yoshlardan shikoyat qilayotgan damlarda biz ular bilan iymon majlisida jam bo'ldik. Qiyamda sep turdik. Rabbimizning rizosi eng cho'ng g'oyamiz. Millatimizning saodati mangulik duoyimiz bo'ldi. So'z bilan emas, balki o'zimizni ilm fan bilan qurbatimiz yetgancha qurollandirdik. Dal mana mushlarni qilayotgan, bu yo'lda himmat qilayotgan sizlarning qizlaringlar. Buni faxr uchun emas, sizlarning rizoyinglar uchun so'zlayapmiz. Biz bilamiz, sizlarning bir tamchi yashinglarning haqqini to'lashga bizning butun umrimiz yetmasligi mumkin. Shundaqdimi biz tirishdik va mana bugun yuzimiz yo'ruq, qalbimiz tinch holda sizlarning huzuringlarda turibmiz. Chin qalbimizdan shuni kesib ayta olamizki, sizlar bizning eng qimmatlikimizsizlar. Sizlar jannat topiniga qo'yilgan muqaddas onalarsizlar. Sizlar hijrat hayotida bizga ato qilingan katta xazina, zafar yo'limizda bizga kuch beradigan eng ulug' ne'matsizlar. Biz sizlarning duoyinglarda ko'klaymiz, rizoyinglarda zafar quchimiz. Biz inshirah qizlari, sizlar tamomlab bo'lolmagan arzularning iz basarlarimiz. Sizlarning yoshlaringlar quruq yerga to'kilmadi. Bu zulmatli kechining cho'qim bir nurliq tangi bor. Chunki biz g'albini g'olibiyat ilohi Rabbimizdan kutamiz. Kelgusi bizning, kelgusi islomning, kelgusi inshirah topgan, umid bilan so'qqan qalblarning. Shundaq bir kunlar keladiki, inshirah bilan aziz vatanimizning mo nafassiz qolgan har bir bulungi qaytadan xushallikqa erishadi. Biz shuningga shaksiz ishonamiz.